O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan tashkil etilgan eng faol deputat ko'rik-tanlovining respublika bosqichi ko'hna va hamisha navqiron Samarqandda o'tkazildi. Hozir shu vaqtda Kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga intilamiz shiori ostida tashkil etilgan mazkur tanlov hududlarda faoliyat olib borayotgan deputatlarning ilg'or tajribasini ommalashtirish, ularning amaliy faoliyatini har tomonlama tahlil qilish hamda o'zaro tajriba almashish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tanlovda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlar bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan 14 nafar deputat ishtirok etdi. Ishtirokchilar 3 ta asosiy shart asosida baholanib, ularning hududlardagi dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish borasidagi amaliy ishlari, davlat dasturlari ijrosini ta'minlashdagi ishtiroki, shuningdek, jamoatchilik nazoratini samarali tashkil etishdagi tajribalari atroflicha ko'rib chiqildi. Albatta, ko'rik-tanlovda mana shu deputatlarimizning xalq bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yilganligi va eng yaxshi deputatlarimizni ishlarini mana shu respublika bo'yicha mana shu Xalq demokratik partiyasidan saylangan deputatlarning faoliyatida tatbiq etish maqsadida ham mana shu ko'rik-tanlovni tashkillashtirganmiz. Bugungi deputat kechagi deputat emas, chunki deputatlarimizga juda ham katta vakolatlar berilgan. Albatta, har bir deputatimizning bugun xalq orasida o'zini o'rniga egaligi va xalq bilan bugungi kunda murojaatlarni qanday hal qilayotganligi va deputatlik so'rovlaridan qanchalik unumli foydalanayotganligini biz ko'ryapmiz va eng faol ishtirokchilarni bugun hatto ba'zi bir ishtirokchilarimiz mana shu 1,5 yil bo'lishiga qaramasdan, hali 1 yildan oshishiga qaramasdan 50 tadan deputatlik so'rovlari chiqargan va shuni 80-90%ni ijobiy yechim topgan. Demak, bugun Xalq demokratik partiyasidan saylangan deputatlarning bugun xalq orasida ularni muammolarini yechishda faol ishtirok etganligi va shu bilan birgalikda ularning siyosiy savodxonligini ham bugun ko'rik-tanlovni shartlarida bor va bugungi deputat har taraflama mukammal bir salohiyatli ekanligi, ularning huquqiy savodxonligi ham yuqori darajada ekanligining guvohi bo'ldik. Yakuniy natijalarga ko'ra, Sirdaryo viloyati vakili Azizbek Rahmonov eng yuqori ball to'plab, eng faol deputat ko'rik-tanlovining respublika bosqichi g'olibi deb topildi. G'olib va sovrindorlar O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Markaziy kengashining diplom hamda qimmatbaho sovg'alari bilan munosib taqdirlandi. Mana shu jamoadoshlarim, hamkasblarim turli viloyatlardan kelib o'zlarini mana shu sahnada bugun deputat kim, qanday va saylovchilar oldida nima vazifalarni amalga oshiradi, yo'nalishlarda juda ko'p tajribalar orttirishga muvaffaq bo'ldim va albatta bu tanlov menga albatta juda katta mas'uliyat yukladiki, albatta bundan keyin mana shu saylovchilarimiz oldida, umuman partiyamiz mana shu saylovoldi dasturida belgilangan vazifalarda ijrosini ta'minlash va buni ilgari surish bo'yicha juda ko'plab ishlarni amalga oshirishim kerak ekanligini yana bir bor amin bo'ldim va mana shu tanlov jarayonida juda ko'plab mana shu hamkasblar bilan, do'stlar bilan tanishishga muvaffaq bo'ldim. Albatta, bu do'stlik, bu tanishuv ham mana shu kelgusidagi faoliyatimizni yanadan bir rivojlantirishga, mana shu bugun amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarga bir o'zini bir hissasini qo'shadi va albatta bularda ustozlarimizni tajribalaridan foydalanib, hamkasblarni tajribalaridan foydalanib, partiyamiz ilgari surayotgan dasturlarda baralla ovoz bilan aytishga va albatta mana shu saylovchilarimiz ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Qayd etish lozimki, mazkur ko'rik-tanlov 1200 nafarga yaqin mahalliy kengash deputatlari uchun o'zaro amaliy tajriba almashish, aholi murojaatlarini tizimli va samarali hal etish, partiya dasturiy maqsadlari ijrosini ta'minlash, deputatlik va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishda muhim platforma vazifasini o'tamoqda. Shuningdek, deputat so'rovi instituti imkoniyatlaridan keng foydalanish, sessiyalarga asosli va dolzarb tashabbuslar bilan chiqish orqali elektorat manfaatlarini ishonchli himoya qilish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.